Salom. Hech o'ylab ko'rganmisiz, nega biz egilib, sakrab, yugurib va yoki hattoki tik turib tura olamiz? Bularning hammasi bizning tanamizning ajoyib tuzilishi skelet tufayli. Bugun ularning qanday ishlashi va qanchalik bizning hayotimizda muhim ekanini bilib olamiz. YouTubedan video darslar ko'ryapsizmi? Demak, siz onlayn ta'limga qiziqasiz va bu yo'lni to'g'ri deb bilasiz. To'g'risi hamda bu issiqda o'quv markaziga borib, yo'lga soatlab vaqt sarflagandan ko'ra, uyda muzdagina konteyner tagida bitta telefonning o'zida o'qigan nima yetsin. Xullas, ortiqcha gapirib o'tirmayman. Bizni Atomiga platformamizda kimyo va biologiyani onlayn o'rgansangiz bo'ladi. Platforma havolasini video ostida qoldiramiz. Aytgancha, videoga like yoki dislike bosib qo'ysangiz, biz darslarimiz sizga qanchalik ma'qul kelganini bilib olamiz. Obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Shunda yangi darslar va foydali kontentlar joylanganda bexabar qolib ketmaysiz. Bosh suyagimiz ikki qismdan iborat: miya qismi va yuz qismi. Miya qismi bosh miyamizni himoya qiladi va u quyidagilarni o'z ichiga oladi: tepa, peshona, chakka va ensa suyagi. Yuz qismi yuz tuzilishini hosil qiladi va u yuqorgi, pastki jag', yanoq, burun va boshqa suyaklardan iborat. Yuz qismi yuz tuzilishini hosil qiladi va u yuqorgi, pastki jag', yanoq, burun va boshqa suyaklardan iborat. Umurtqa pog'onasi tanamizning asosiy ustuni. Umurtqa pog'onasi 33 ta 34 ta umurtqadan iborat bo'lib, u 5 ta bo'limga bo'linadi. Bo'yin 7 ta umurtqadan iborat bo'lib va u eng harakatchan qism hisoblanadi. Bo'yin boshimizni burishimizga yordam beradi. Ko'krak qismi 12 umurtqadan iborat bo'lib, kamroq harakatchan, lekin muhim, chunki unga qovurg'alar birikadi. Bel qismi 5 ta umurtqadan iborat bo'lib, tanamizning eng kuchli qismi hisoblanadi, chunki u butun tanamizning og'irligini ko'taradi. Dumg'aza qismi 5 ta qo'shilib ketgan umurtqadan iborat bo'lib, u umurtqani tos suyagi bilan bog'laydi. Va nihoyat dum qismi 4 ta 5 ta umurtqadan iborat bo'lib, kichik bo'lsa ham muhim. Bilasizmi, insonning ertalabki bo'yi 1-2 santimetrga kechkidan farq qiladi. Buning sababi oraliq disklari kunduzi siqiladi, kechasi esa kengayadi. Yurak va o'pkamizni nima himoya qiladi? Albatta, ko'krak qafasi. Ko'krak qafasi quyidagi qismlardan iborat: tush suyagi. Tush suyagi ko'krak qafasining o'rtasida joylashgan uzun suyak. Qovurg'alar 12 ta juft bo'lib, 7 tasi to'g'ridan to'g'ri tush suyagi bilan birikadi, 3 tasi tog'ay orqali birikib, 2 tasi erkin joylashgan. Nafas olayotganda qovurg'alar ko'tariladi va tushadi. Bu jarayonga diafragma, asosiy nafas mushagi yordam beradi. Chuqur nafas oling. Ko'krak qafasi harakatini sezyapsizmi? Pastki oyoq suyaklari tos suyagi bilan birga bog'langan bo'lib, son, boldir, panja suyaklaridan iborat va u harakatlanish, tanani ushlab turish vazifasini bajaradi. Yuqori qo'l qismi, yelka kamari, kurak, o'mrov va erkin qismi yelka, bilak, qo'l kaftidan iborat.